Xonadonimizga bitta ahamiyat beringlar. Ko'rib turgan hammamizga kamida shuna xonadon nasib qilsin. Qaddi baland 2 qavatli uchastkamizga egamiz ham zo'riga. Qarang, kiryapsiz, avtomatik darvozalar, burchatkalar qilib qo'yilgan, zeleniy zonasi, kalitka juda ham chiroyli holatda prixojga bitta hojatxona qilib qo'yilgan bo'ladi. 1.6 sotikga joylashgan xonadonimizni obzoriga kelganmiz. Bismillah deb kirib boramiz. Qarang, chiroyligina hol, kafelardan chiqarib qo'yilgan, bu yoq tarafda dekorativ oynalar qo'yib qo'yilgan. Eshiklarni baquvvatligiga bitta e'tibor berasiz. Oshxonaning hajmi juda ham katta holatda, rost stol-ustullar qo'yib qo'yib, choy ichib o'tirishga imkoniyat beradigan juda ham chiroyli holatda xonadonimizga kelganmiz. Bu общий sanuzilimiz bo'pti. Katta holatda bo'pti. Bu yerda kattagina zal tarketlardan chiqarilgan, aboylardan chiqarib qo'yilgan. Radiatorlar qo'yilgan chiroyli holatda. Bu yerda havo aylanish uchun joyi ham ko'ryapsizlar, juda ham shamada yaxshi aylanyapti. Pastki qavatimizda birinchi xonamiz zal bo'ladi. Bu yoq tarafga yuradigan bo'lsa, bitta ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hajm katta, tarketlardan chiqarilgan, ustunlar chiqarib qo'yilgan. Chiroyli tayyor holatdagi xonadonimiz bo'ladi. Bu yoq tarafga podval qismiga tushish imkoniyati bor. Shu hovlimizdagi podval bo'ladi. Sizlar bilan ikkinchi qavatda obzorni davom ettiramiz. Qarang, ikkinchi qavatga chiqib kelamiz. Bu yerda balkon qismini ham ko'rsanglar bo'ladi. Endi mana bunaqa yo'lga bo'ylab yurganimizda o'ng tarafda bitta kattagina mana ota-onalar yotoqxonasi qo'yasiz. Tashqari qaragan romlari bor. Chap tarafimizda ham bitta bolalar yotoqxonasi qo'yasiz. Radiatorlar qo'yib qo'yilgan. Balkon qismiga chiqib, bemalol o'sha yerda suhbat qilish imkoniyatingiz bor. Yana bitta bolalar yotoqxonasi. Remontlari juda ham chiroyli holatda, did bilan remont qilingan. Общий sanuzilimiz kattagina holatda bo'ldi. Bitta zalga e'tiboringizni qarataman. Remontlarni ko'rdinglar. Xonalarning soniga keladigan bo'lsa 6 ta xona, 2 ta sanuzil. Kelgan manzil yetadigan bo'lsa Nazarbek Mevazorro top lokatsiyasiga kelganmiz. Start $112 ming, raqam qoladi, kelib ko'rib talash borchi barakasi qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'lasizlar.